Assalomu alaykum aziz do'stlar. Bugun bizda Realuz kanali statistika вообще, dahshat. Kuniga million prosmotr bo'lyapti, lekin daromad yo'q do'stlar. Sababi AdSense ochayotganda bular xato qilgan. Qizig'i qaranglar, AdSense pin kod hamma yo'q kelgan, lekin Visa karta qo'shib bo'lmaydi. Nimaga desanglar, qizig'i shundaki, qisqasi через admin berishgan AdSense'da mana 21 dollar pulim bor deb o'ylab odam pul ishlayveradi, lekin viza qo'sha olmaydi, dastur yo'q. Ishlagan pullari boshqa odamga ketadi. Biz kecha bu masala bo'yicha YouTube support bilan anchagina gaplashdik, kecha suhbat qurdik va soat mana 2 da kechqurun suhbatni yakunladim. Kechqurun 1 soat mobaynida zo'rg'a ko'ndirdim. Mana hali ham ko'rib turibsizlar, через pochtaga o'tkazib suhbatni Xudo xohlasa tez kunda kanalimizni hal qilib beramiz. Xo'p, uchinchi AdSense ochayotganda do'stlar bir tekshirtirib olinglar. O'zingizlarcha AdSense ochib tashab, keyin pulinglarni yecholmay yotmanglar. Masalan, mana kanalda hamma yo'q qilinganda, pin kod, AdSense, soliq, pol hamma yo'q. Lekin viza qo'shib bo'lmaydi. Sabab через admin berilgan AdSense bu degani ishlagan pullar boshqa odamga ketyapti. Uni tiklash iloji bo'lmadi, chunki umuman YouTube maxfiylik siyosatini buzmaydi. Shuning uchun boshqa AdSense ochib, noldan o'z kanallarni ulab beramiz, xudo xolasa. Yordam kerak bo'lsa 99 791 32 32 faqat SMS do'stlar. Telefon qilmanglar. Faqat SMS yoki bo'lmasa kommentariyada Telegram kanalimda linki bor. O'sha Telegramga ulansanglar bo'ladi. Kommentariy orqali o'tsanglar bo'ladi. Bu nomerim Telegramga yo'llagan. Faqat SMS. Nima maqsad? Masalan, AdSense hal qilish kerak, to'lovini qilaman. Qancha? Shuncha tamom bo'ldi. Telefon qayta qilganlar bor. 20 martalab olmayman baribir. Chunki to'g'risiga juda ko'p odam telefon qiladi. Yuzlab odam chiqib ketadi. Men ulgurmayman gaplashishga, to'g'risi. Shuning uchun faqat SMS. Nima maqsad? Yoki kanalingizda hamkorlarda bo'lsangiz, kanal raqam mana shu, aloqaga chiqing, Telegramdan aloqaga chiqamiz. Shunaqa do'stlar. Yordam kerak bo'lsa yozaverasiz. Salomat bo'linglar.